hamma joyga shov-shuv bo'layotgan o'sha veterinariya pasportlari. O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya xizmati veterinariya pasporti. Bu ichi qanaqa bo'ladi ko'rsataman sizlarga. Mana bu yangisi. Yo'q, mana bizning eski o'zimiz o'tganlarimiz. Hayvon veterinariya pasport raqami, mana bu raqam bo'ladi, identifikatsion raqam bo'ladi, elektron raqamlari bo'ladi. Bu yerda veterinar, tuman veterinariya boshlig'ining imzosi, pechati, ism familiyasi bo'ladi. Bundan keyin hayvon to'g'risidagi ma'lumotlar, ismi, zoti, rangi, yoshi, tug'ilganlik sanasi, hayvonning onasi identifikatsion raqami, hayvonning egasi to'g'risidagi ma'lumot, siz haqingizda ma'lumot bo'ladi bu yerda. Ikkinchi egasi, uchinchi egasi, to'rtinchi egasi bu yoqqa ketaveradi. Egasi almashadi-ku. Ketaveradi. Nima deysizlar? Shu narsa kerakmi bizga? Bu yoqda ko'yib bizga mana. Qana ekan? Kommentariyaga yozib ketinglar qani. Chorvoy qiziqqan akalarga yuboring, bitta like bo'lsin.